Yoshligimda rosa sho'x bola bo'lganman. Yosh bolalarni bir-biri bilan urishtirardim. Laqabim Danavayt bo'lgan. Akam o'qishga ketdim. Yaxshi aytib ol. To'xtachi. Ha? Singlim bilan urishasan? Urishaman. Keningdan qo'rqasan? Nima deganingiz bu? Kipriklaring yarashmas ekan, keling. Voy, endi sizga kiprim tegayaptimi? Yarashmagan deydi. Voy, o'zingiz basharangizni qara, chiroyliman deb o'ylayapsizmi? Mana yaqinroq kelib gapir. Voy, Bitta tiq ajratib olaman. voy, uzr quda, urushib ketib qolishibdi. Yo mayli, hech qisi yo'q, lekin rosa yomon uribsizlar-da. Uni rosa yomon uribsizlar deyapti. Ikkiga bir urganga chiqaryapti, tuhmat ketdi shu yerda. Voy xudo, og'zingizga qarab gapiring, bular o'zaro urishgan. O'chirchak kiyginni qizimni chiqishtirmaganlar. Bitta tiqqa ajratib olaman. Voy, siz cho'tta tushunmadim sizlik. Havo yaxshi bo'tdi, xudo. Nima yo'qotdi bular? Manerim chiroyli, manerim chiroyli durishib ketishdi. Ne chiroyli dedi. Ada sizni urib dedi. Nima? Eshitmadingizmi? 2 marta aytdi-yu. Bitta tiqqa ajratib olaman. Menga qara, Anvar.